Çin otur. Bu yerda çoğun bir hikmet boz gerek. Bir qarab bakaylıkçı. Ay, qarag'ana, ay ustida bir kichik perizod o'tirdi-ku. To'qildim, nima ish bu? Uni bilan paranglashib bakaylıkçı. Qo'lingdagi hikmatli kitobni ularga bergin. Ular bu kitob bilan dilni yuritib, koinotning sirini ochsin. Bergin. Do'stlar, e'lonlar, bu dilinglarni yorituvchi nurli chiroq. U sizlarga cheksiz baxt olib keladi. Beringlar, buni tezdan boshqalarga yetkazinglar. Xayr xo'sh. Sizlarga omad tilayman baldirim. Sizlarga baxtiyor bo'lsin. Rahmat sizga Parizod, biz cho'qim umidingizni oqlaymiz. Xo'sh, Parizod. Harflar bag'chisi. Uyg'ur hozirgi zamon elifbasining harflar bag'chisiga kirganingizni qizg'in qarshi olamiz. Bu bag'chida 32 harf bor. Yana texi go'zal manzaralar, jon-jonivorlar, bebaho hikmat xazinalari sizni kutib turmoqda. Kichik do'st, ko'z oldingizdagi bu harflar to'pidan g'alatilik his qildingizmi qandaq? Aldirmang, bir-birlab tanishing. Ishonamizki, ular sizning eng yaxshi sirdoshlaringizdan bo'lib qolg'usi. Ayga minib kim keldi? Aydiki a. Teyin Akash non berdi. Nondaki ne? Bek tatlı. Tazdaki te. Hecep omak ha? Aynaktiki a. Ravab çalıdı. Ravab tikiri. Üzülüp ketdi. Zincirdeki zi. Unutilib qoldi. Urg'aqdiki o. Sansaqdek umaq. Saatdiki si. Keldi yig'ilib. Shamdiki shi. Yalğız qaldi qush ketib. O'diki o. Sakrab chiqdi kirjakdan. Beliqdiki be. Qoldi kötekda. Qaltidiki pi. Qarshi oldi o'rdakni. Uydiki u. Üzülüp tushdi. Izindiki u. Yilanga o'xshar. Yilondiki ye. Tushdi su elib. İlmekdiki i. Poqrab ketdi. Etizdiki e. Chechilmaydi-ku. Marjandiki me. Jim turanmaydi. Jovadiki je. Çay içilmaydi. Çaynakdiki je. Chillar to'xtamay.
Xirazdagi X. Oynar yılğaç. G'azdagi G. Qari o'rik shexida. Qarlig'ashdagi Q. Önçiler çaçar. Fontandagi F. Joranglab ketdi. Dutardagi D. Yağış şehride. Herdeki H. Ketib atadi. Velosipedga V. Üzülüp turar. Burjinadaki J. Keldi sug'urilib. Lentidagi L. Pek müretlik ha? Karavattaki K. Turdi o'rnidan. Gilamdagi G. Xeyli o'xshabdi. Sazandagi N. Kichik do'stlar, sizlar tunji qadamda A harfining har qaysi shakllari bilan tanishish oldida turyapsizlar. Endi ular tanishlik basi qandaq? Bosh A. Yolg'iz A. Oyoq A. O'lanma A. Endi qiziqarli misollar bilan ularning so'zlaridagi o'rnini ko'rib boqandiq. Apam ayga o'xshaydi, ay o'gisanda to'xtaydi. Ördek ori ko'tirib, ishtin yondi. Herib ketgach bir haza, yig'lib oldi. Şar şar şar, şar uçudu. Etilmoqcha yerga tushmaydi. Avlikimning in alg'usi naqshi aytadi, apaq tishqan xafa bo'lib, yiroq ketdi. Bağvan ve onun oğlu. Yakınki zamanlarda bir bağvan boğay ötken iken. Boğayның bir oğlu bulup, ikisi naiti icil inak yaşaydı iken. Bala mektepte okuydu iken. Boğay bolsa etiz erik işlerini kılıp barmaydı iken. Bir günü bala mektepten qaytib kelip boydısıga kirse, dadısı atını itelep çıkıp atqıdık. Dodo nega borsan? Deptu bala. Aqtashdagi baqqa deb javob beribdi boğay. Men mi boraman? Deptu bala. Bala, uya bak yiroq, qiladigan ishlar ko'p, zerikib qolasan mekin? Deptu boğay. Kuyimchanlik bilan. Ünalgını elib olsam zerikmayman. Deptu bala erkilan. Ondaqda chaqqan bol, deptu boğay. Balısıga masliga kelib. Bala hapıla-şapıla uyga kirib, ünalg'usini ep chiqibdi. Ular atni bo'lishiga chaptirib, baqqa tezlik yetib keldi. İkkilan mevlarni üzishga boshlabdi. Üzüp harmabdi. Ularning g'ayratiga aprin o'qib, tornilar ko'k osmonda larzan qanotga qishibdi. Ünalg'u balig'i madad berib, naqshi o'qibdi. Ular ishlab berib, kech kirganini sezmay qoldi. Mevlar üzülib tugabdi. Ota bala xushal-xuram holda olma, anar, omotlarini joylashtirib bo'lib, uyiga qarab yo'l oldi. Bala yo'lda kelib etib dadasidan so'rabdi. Dada biz nimishqa shuncha qattiq ishlasakmi horg'inlik hech qilmaymiz. Uni so'rab yaxshi qilding o'g'lim, debdi boy. Bir narsani o'ylagan qiyofatda. Ko'nilada baxt keladi nadin, peshonandagi ta'din degan gap bor. O'rin odam asonli herib qoladi. Shunlashqa ularning erishadigan narsasi oz bo'ladi. Qancha ko'p tirishsak, shuncha ko'p baxtga va natijaga erishalaymiz. Bu xuddi maktabda tirishib o'qisang, kun siri bilimlik bo'lib, kelgusida katta odamga aylana oladiganligiga o'xshaydi. Dada katta degan gapning ma'nosi nima? Katta degan ostimizdagi otdek chopqur,
ko'kdagi quyoshdak nurliq, turnalardek ko'kda parvoz qila oladigan degan gap. Debdi boy. Oy, men katta odam bo'laman. Debdi bola. Qin-qiniga patmay. Shunda qilib, ular xo'shal-xuram holda uyiga qaytib keldi. Harfi oilasidagi sirdosh do'stlar bilan tanishib qilishni xohlamsiz? Bosh Yolg'iz oyoq ulanma harfining har qaysi shakllari o'zining so'zlardagi o'rnini tanishtirsam da'vatidi. Qinamsa, diqqat qiling. Yarışıqı əndər gülünün ətləs kənligi, çaqnab əksi əynəkdə içildi kənli. O'g'ri daraxt kesməkdə osta. Daraxt akı çıdımay yığılmaqda. Mehmetcan Meynet balalarga öç, Meynet balalar Mehmetcanға amraq. Məşəl kötürüb kəlməkdə əsəb. G'ayrat qil g'ayrat, tez nishonga yet. Siz yuqorida 3 harfning har qaysi shakllarini ko'rib bo'ldingiz. Endi bu harflarni birlashtirib bir necha so'z tuzib baqamdiq. Ne'ga ani qo'ysa na bo'ladi. Na. Te'ga ani qo'ysa ta bo'ladi. Ta. At. Aga nani qo'ysak ana bo'ladi. Ana. Aga tani qo'ysak ata bo'ladi. Ata. Bizning oila. Bizning uyda bovam, momam, opam, men va ukam qatorliq 6 odam bor. Bovam bilan momam dehqonchilik qiladi. Dadam zavodda ishlaydi. Opam o'qituvchi. Men 1-sinfda o'qiyman. Ukam mayda yig'langu. Kechqurun hammamiz jam bo'lib, kunduzi ko'rgan anglagan ishlar to'g'riliq paranglashimiz. Bugun men do'stlarim bilan o'ynagach, ko'rganlarimni she'r qilib yozib chiqdim. Aynak sirtar Salima, mash'al o'ynar Asmat. Axlat tekar Hanifa, Asad polni tozlavat. Uydagilar bu she'rimni anglab, meni maqtab ketdi. Bizning oila bekmi baxtli. Hammamiz bir-birimizga kuyinamiz. Men oilamizni intayin yaxshi ko'raman. Kichik do'st, endi siz ne harfining har qaysi shakllari bilan tanishib beqing. Bosh ne? O'tri ne? Ulanma ne? Yolg'iz ne? Endi qiziqarli misollar bilan bularning so'zlariga o'rinni bilib olsak qanday? Nozim nog'ra chaladi, Nodira naqshi aytidi. Nonni yigili odam yo'q. Kepinak yaqin kelgina. Kelning liviga berib qolgina. Hey bodek tiyin, men ishim qiyin. Nima ko'rsang yeb, qolsan keyin. Ketmen çapar dadıla, otun tirer anıla, kılıdığan işi yok, oynap yürər balıla. Kichik do'st, siz yuqorida ishki harfning har xil shakllari bilan tanishib chiqdingiz. Endi ularning o'zaro qanday qo'shilganligini bilgingiz bormi? Ne'ga oyoq ani qo'ysa na bo'ladi. Ana. Ana nan. Ağa nani qo'ysak ana bo'ladi. Ana. Tiyin bilan kepinak. Bir kuni ochko'z tiyin bog'da o'ynab etib, bir nag'rini ko'rib qopdi. U atrofga sapsilib, odam yo'qligini bayqagandan keyin, "Nag'rini aytib qachaychi?" deganni ko'ngliga pukib, nag'riga yaqinlashibdi-da, uni ko'tiribdi qechibdi. U ketib etib, qo'sqining ochqanligini his qilib, nag'rini tashlab etibdi. U bir uyning oldiga keldi va bir ayolning tunurg'in hayiqayotganligini, qizirib pishgan nonlarning tunur beshiga yeyib qo'yilganligini ko'rib, nafsi taqildab ketdi-da,
Nandın birini o'g'irlab tunurning yendiki daraxtning shexiga chiqib o'ltirib yay deb turishiga tunur beshidagi qo'g'inga ko'zi tushib nonni tashlab etibdi va daraxtdan tushib qo'g'inni o'g'irlab qochibdi. Bu chaqda o'yildagi gullikda o'ynayotgan kepinak tiyinni ko'rib qilib uning oqisidan qo'g'lab kepinak tiyinga yetishyapti va boshqalarning narsasini xohlagancha o'g'irlasan qanday bo'ladi? O'g'irlik qilish nima degan nomusliq ish? Bundoq ketaversang, hamon bir kuni o'zingni nobud qilasan. debdi. Endi qanday qilaman? deb so'rabdi tiyin ochchig'ida. Qo'g'inni apirib joyiga qo'yib qo'y. Shunday qilsang, men sen bilan do'st bo'laman. Qanday? debdi kepinak. Ma'qul. debdi tiyin. Chiroyli kepinak bilan do'st bo'lish ko'ydi. Tiyin qo'g'inni apirib joyiga qo'yib qo'yibdi. Uy egisi tiyinning xatoligini tu'nganligidan mamnun bo'ldi. Shuning bilan kepinak tiyinga agishib o'ynag'ili meni. Ular tiyin boyi tashlayotgan nag'irning qishiga kelganda tiyin kepinakka Men sana nag'ir chap beray. Sen usul o'ynab bergin. deb turibdi. Bu taklif kepinakka yog'dak yiqibdi. Tiyin nag'ir chelib naqsha etibdi. Kepinak usulga tushibdi. Kepinak kelgin can dostum. Bu güzel bahçamda pervaz qilgin şar. Shunday qilib, ikki do'st qong'icha o'ynab kunni kashlabdi. Tiyin kepinakka nag'irni egisiga olib beraman deb va'da beribdi va ikkisi at ko'rishadigan bo'lib xo'shlashibdi. Siz yangi bir harf bilan tanishish oldida turib etibsiz. Uning qaysi harf ekanligini bilgingiz kelayotganda, undaqda boshlaylik. Bosh T. O'tira T. Ulanma T. Yolg'iz T. Siz yuqorida T harfining har xil shakllarini ko'rib o'tdingiz. Endi ularning so'zlardagi o'rniga diqqat qiling. Qo'sqi och toshqanlim, otcheplarga qaradi. Choyni yulib tikkanni kelajab og'ridi. Muattar to'xti, doktordan qo'rqding. Kit dedi, pültün, ish dedi, hav. Ata, at mineyli. Toy chiqini ket demeyli. T'ga oyoq ani qo'ysak, ta bo'ladi. Ta. At. Tat. Ağa ta'ni qo'ysak, ata bo'ladi. Ata. Taga nani qo'ysak, tana bo'ladi. Ne ana, tana. Maqtanchaq to'shqan. To'shqan bilan To'muchoq to'shqanning uyida tavuz yeyishib o'ltirganda to'shqan ochpaqili qilib jiqyapti. To'muchoq to'shqanning og'rib qolishidan ansirab, Televizorni açsangchi, kelgash o'tiraylik. debdi. Rost degandek, to'shqan televizorni ochgandan keyin tavuz yeyishdan to'xtabdi. Ammo televizorda chiqayotgan narsalarni tunishtirib, To'muchoqqa orom bermadi. Avu odamning puti, avu odam. Yenidagi qutur ish yitlog'ini ot. Ana. Voy bo'ldi qilsangchi, bek men tikansan. debdi To'muchoq terikib. Ani qara, traktorda yer haydayotgani mening og'inam bo'ladi. deb vatildab beribdi to'shqan. Dal shu chaqda ish kelib To'muchoqni chaqiribdi. Ha, mana ishtaka. To'muchoq to'shqandan qutuladigan bo'ldim deb o'ylab, derazaga qo'nibdi. Biz tavozliq o'yin o'ynaylik, bo'lamdi? debdi ish To'muchoqqa. To'muchoq ma'qul bo'ldi. Buningga to'shqanning ochig'i kelib, ularga o'zini ko'zib qo'yishni ko'ngliga bukib. To'muchoq ishqa og'amchida mingishni o'rgatayotganda to'shqan yugurib ketdi va Shuning o'g'inish ketamdi. Men sen dötlarga og'amchida qandoq mo'dig'aligimni bir ko'zib qo'yay. deb To'muchoqning to'sqinig'imi qaramasdan og'amchiga chiqdi. To'shqan bir necha qadam mingibla yiqilib tushibdi. Xo'p bo'ldi. debdi To'muchoq. Po atmasang bo'lmamdi. To'la büjirlima. debdi to'shqan. Men hozirla o kaptar men atgan toksimidi mengib chapoq ko'zlarimni echib qo'yaman. Shunda qilib, ular stolba ustidagi taxtayga chiqibdi. Bu ya haqiqatan egiz gap. To'shqan po atganiga ichida pushaymon qilsa-mu, gapidan yeni bilishga yuzi chidamay, simga dasabdi. U ming o'lib, ming tirilib, simning o'ttirisiga kelishiga
put qo'lida jon qolmay tang po'ngilg'ini yo'qotibdi va Qutquzinglar! deb to'g'lashga boshlabdi. Nima qilishini bilmagan it bilan Tomuchuq to'shqonga Ikki Qo'lingda yana birisini tutib ol. deb vaqirabdi. Bechora to'shqon oldidagi yana bir simni tutishiga tok so'qib yetib janidan ayrilibdi-da, yerga tikmonlaq tushibdi. Toshqonning maqtanchoqligi oxiri o'zining beshiga chiqibdi. Tomuchuq it kaptarlarmi buningdan o'tsim bilan nolsimga tang tegib ketsa tok so'qib yetadiganligini bilib, toksimi atrofiga qayta yaqin kelmabdi. Baş B, Otra B, Ulanlı B, Yalğız B. Bizning bo'rivoy suv uzanmaydi. Belijonlarmi to'g'ri tushqonni hop etanmaydi. Shunga beliq degan beliq, bo'ri degan bo'ri. Bulbul bostanni tapdi, sayrablı ketdi. Sibagül futbol tepib, yig'lablı ketdi. Ot yurak shoir, adib, ulug' inqilobchi Lutfullo Mutallib 22 yoshida dushmanlar tarafidan vahshiylarcha o'ldirilgan. Mende bir kitap var. Çiçektekiler minimum tanışıp okuydu giller. B'ga A'ni qo'ysak ba bo'ladi. B, A, ba. B'ga A'ni qo'ysak ba bo'ladi. B, A, ba. B'ga O'ni qo'ysak bo bo'ladi. B, O, bo. B'ga U'ni qo'ysak bu bo'ladi. B, U, bu. B, A, ba, she, baş. B, A, ba, te, bat. B, O, bu, re, bur. Böcenning kağı yötüşü. Bir kuni gap anglamaydigan boshdan böjen bog'da o'ynab etib, sarg'ayib pishgan yo'g'on bir kavni uchirtib qapti. Lekin böjen u kavni o'zi yolg'iz ko'tarolmaydi ekan. Qanday qilish kerak? Aqlliq böjen tezli bir amal tepdi-da, kavni uyga birdandala akab bo'pti. Kavni ko'rgan ona, "Bolam o'zimmi yo'g'on kavni zo'da qanday akagandir?" deb hayron qilib, barmog'ini tishlab qapti. Balalar, sizlar barmog'inglarni tishlamay turib, böjenning kavni qanday akaganligini o'ylab topa olamsizlar?
kirpi bilan toshbaqa. Burun bir daryo sohilida bir toshbaqa bilan bir kirpi o'tgan ekan. Ular odatda ancha izlashib ketmasimi, lekin ko'ngillarida bir-biriga yomonlik o'ylamay, o'zaro hurmatlashib o'tadi ekan. Bir kuni toshbaqaning qo'lsiga og'rib ketib, og'riqqa chidayolmay kirpini izlab ketdi. Kirpxon, sen nerede? deb to'labdi toshbaqa. Voy, men bo'ldi toshbaqa xo'jam, nimaga ko'kraylar? deb asta ovozdan chiqibdi kirpixon. Qo'zg'im o'ldirilib og'rib ketyapti. Faqat bilolmayapman. debdi toshbaqa. Buningga menda nima amal? Men ya tiyib bo'lmasam? debdi kirpixon. Hech bo'lmasa, men hamra bo'lib daryo bo'yiga berib kelsang bo'ladi. debdi toshbaqa xafa. Bo'pti, borsam boray. debdi kirpixon toshbaqaga egishibdi. Toshbaqa rozilik bilan kulib qo'yibdi. Ular daryo bo'yida qalqidek o'tishibdi. Toshbaqaning qo'ltig'ini asta-asta saqiyibdi. Bir chaqda yiroqdan paroxodning poyezdning ovozlari anglanishga boshlagan ekan, kirpi qo'rqib ketdi. Qaytib ketaylik deb turibdi. Bo'pti, kelsa ketayli. Bu qo'qanchoq. deb toshbaqa ilojisiz kirpiga egishibdi. Keyin u ishkaylan Japonimi halovatini tang ko'radigan yaqin do'stlarni bo'lib qoldi. Ularning inoqligi eldan elga tarilib, tillarda doston bo'lib bizga yetib ketdi. Kichik do'stlar, o harbi bo'lgan yangi bir do'stimiz sizlar bilan tanishyapsam deyotdi. Sizlar bu do'stinglarning har xil shakllari, so'zlariga o'rni va yuqorida o'rganib o'tgan harflar bilan birlashib, qanday so'zlarni yasay oladiganligiga diqqat qilinglar. Qiynamsa, u do'stinglar kelib qoldi. Baş o. Yalğız o. Ayak o. Ulan mı o? Osman jim o'ltir. O'qil solaman. Onda o'qilma, yaxya qo'rqaman. Dada doppatik, men doppa satay. Mende radyo ba, sende ço. Mende onundan mı yoğun radyo bu? İşki radyo nakşi etti, işki bala kulak etti. Sağ kolumda ot alımen, on kolumda çakanız yeymen. O, ne, on. O, te, ot. Oğa ra'ni qo'shsak, ora bo'ladi. O, re, ara. Ora. Oğa ta'ni qo'shsak, ota bo'ladi. O, te, ata. Ota. A, te, ata. Ata. O, te, ot. O, te, ata, ota, ata, ot, ota. Toz haqida hikoya. Bir kuni quyosh ag'rib qolg'achqa uydan zodiri chiqqili unumabdi. Quyosh chiqmasa hech bir jonliq ishini qilolmaydi ekan. Buningdan ajablangan Toz quyoshni yo'qlab berib, uning uyining oldida larson usulga tushibdi. Quyosh Tozning maqsadini tushunib uydan chiqishga ma'qul bo'ldi. Yana bir kun, yana bir hayotlik boshlanibdi. Toz quyoshni osmonga chiqarib atgandan keyin orom elib o'tirgan bir jup ota bolani ko'ribdi. Oğlum, anladın mı? Radyoda bugün yağmur yağdı deyapti. Etizdeki qolgan otlarni tezroq o'tib o'tay. Debdi otasi bir chaqda. Ma'qul. Debdi bola. Ular etizga keldi. Ala oğlum, o'tni ma'u o'rg'oq bilan ol. Debdi otasi. Birdamdan keyin rostli yomg'ir yig'ib ketibdi. Ota bola ishkaylan amalsiz uyiga qarab yo'l oldi. Yomg'ir bag'ansira qattiq yig'ib ketibdi. Quyosh uyidan chiqqaniga pushaymon qilib yig'lab ketibdi. Biroq har qancha qilsa-mu, bulutlar orasidan qaytib tushamabdi. Ota bola qizg'in paranglashib ketibsa, ularga heliga toz uchrab qoldi. Toz ularga atdiganda quyoshni qanday qilib osmonga ib chiqqanligini so'zlab beribdi ekan, ular Tozga rahmat aytibdi va uni uyiga mehmon bo'lishga taklif qildi. Toz borolmaydiganligini aytib, ular bilan xo'shishibdi. Ota bola ikkisi uyiga qaytishibdi. Tozmu quyoshning yanada qattiq og'rib qolishidan ansirab, uni qaytirib akagali minibdi. Shunday qilib Toz quyoshning mu insonlarning mu yaqin do'sti bo'lib qoldi.
Baş U. Yalğız U. Ayaq U. Ulanma U. Endi siz U harfining so'zlardagi o'rni bilan tanishib chiqing. Daraxtda uva, uvda qağa, ısıl oynayman, qaruq laylayga. Sunun akam dombaq o'rgatdi, dombaqni chalsam yerilib ketdi. Buğa, men gözümni ber, bermayman, etib qaytib ketdiman. Mas'ud hoylida o'tin yaridi, ishi tegisa toyga baradi. Nega uni qo'ysak, nu bo'ladi. Ne u nu. Nu. Tega uni qo'ysak, tu bo'ladi. Te u tu. Tu. Sega uni qo'ysak, su bo'ladi. Se u su. Su. Zega uni qo'ysak, zu bo'ladi. Ze u zu. Zu. U ne un. Un. Te u tu ze tuz. Tuz. Turga nani qo'ysak, turna bo'ladi. Te u ture tur. Ne ana turna. Oga tunni qo'ysak, o'tun bo'ladi. O te u tu ne tun. O'tun. O'tun. Se u zu. Ne u nu ne nun. Zu nun. Se u su. U se us. Us. Zunun su us. Dam olish kunida. Ay Tursunay, bu yoqqa chiqa. Usul mashq qilayli. Hozirgacha o'rningdan turmag'inini qarasin ya. Agar chiqmasang mashq qilaverman juma. Odam nechatni teriktirdi. Etdiganda dumboq chelib odamning beshini og'ritib nima qilgan bu? Qarab baqaychi. Hay, Mas'ud, salam bo'ldingmi? Nimaga etdiganda to'xtamay dumboq chalasan? Tunuga bil usul mashq qilamiz deyishgan emasmi? Unutib qoldingmi? Kechirgin, unutib qolibman. Saqlab tur, hozir chiqaman. Bir kecha o'tmayli unutib ketgan nimasi? Undaqda saqlab turay, chopsam bo'l. Tursunay, o'zidan bo'yiga berib, birdan o'ynab kelaylikmi? Qara avtornilarga nima degan rat kuchiyotgani? Bu yoyliq nima degan go'zal. Mas'ud qarg'ana, av bog'larning mingizi nima degan uzun, daraxt shig'iga o'xshaydi ekan. Yurak avtraplarga berib qarab boqaylik. Av kimning uyi? Umi, do'stim Zumunning uyi. Hay, bu yerda to'rnam nima degan-ku? Ay, bu bek yiroq ekan, herib ketdim. Qarg'ana Tursunay, Zumun bu yerda suv sepdi. Yaxshimisan Zumun odosh? Sizlarmiydinglar? Sizlar bu yerga qanday qolib kelib qoldinglar? Sen bilan ko'rishgili, yurasin, birga o'ynab kelaylik. Yo'q, men opamga suv kirib bermasam bo'lmaydi. Hay, qaranglar, av daraxtning ustiga, o nimaning o'zi? Bu yerdan bir qush uchib ketyapti. To'xtanglar, men daraxt ustiga chiqib qarab boqay. Bu ularning tuxumi ekan. Hey, Mas'ud, uningga chiqilma. Qushlarni asrash bizning burchimiz. Biz ularning normal ko'payishiga to'sqinlik qilsak bo'lmaydi.
tuxumni o'rniga qo'yib chopsan tushkin. Shundaq, o tuxumga chaqilma Mas'ud. Qushlarni bizga o'xshash erkin yashasin. Kichik do'st, endi ü harfi oilasini ziyorat qilamdik. Baş ü, yalğız ü, ayaq ü, oğlanlı ü. Paq ördek selip ötük düştü suğa. Ötkili et kaçtı aksak boğa. Daraxt buva, sizni kesib döşü yasayman. Yo'q, o'g'lim. Men kesilsam qandoq yashayman? Tugi aka, nega mangding? Tekli makonga. O'ynaydigan o'yin bormi qumning ostida? Ko'zing echib mingin maga, ey kichik bola. Bu ularning izlarini ko'zday sağa. Qari örük pişti, beşimga düştü. Açıqım kelip yığıldım onu. T'ga ö'ni qo'shsa tö bo'ladi. T ö tö. B'ga ö'ni qo'shsa b bo'ladi. B ö b. S'ga ö'ni qo'shsa s bo'ladi. S ö s. T ö t t t. S ö s s söz. Ötke nani qo'shsa o'tna bo'ladi. Öt öt. Ne ana o'tna. Böge rani qo'shsa bo'ra bo'ladi. B ö b. Re ara bo'ra. Yezada. Shaharda o'qiydigan bir qiz ta'til kunlarini yezdagi bovisining uyida o'tkazibdi. Ma, ödek, sudun chiq, suni bulg'uma. Vaq, vayja, o'chkitas. Men bilan nima chotqin? Vaq. Ma, mening ichadigan suyimni bulg'uding. Meni tillamay chapsan, sudun chiq. Saqal valaqdek-ku. Sen begi o'lisa shundaqmi balarim? Boğa, nima yapsan? Qo'lingdagi nima o? Yurtimizning isil mevasi qari o'rik. Ala qizim yigit. Bek tamlakan boğa. Shunda qizim. Tamlik bo'pli qanmasdan yana nurg'un kasallarga shifo bo'ladi. Men chiqib sana o'shkidan birini so'yib kavob qilib beray. Etkingni ekib beray boğa. Eski kavob yeydigan bo'ldik. Boğa, Nim bo'lding qizim? qarab yiqma, ko'zimga bir narsa kirib ketdi. Qo'lingni tushya qizim, men qarab baqay. Ko'nlarda ko'zing og'risa qo'lingni tat, tishing og'risa tilingni tat deydigan gap bor. Ko'zingni o'g'limig'in birdamdan keyin yaxshi bo'lib ketsa. Ma'qul boğa. Qizim, ta'til kunlaringni yezda o'tkazganligingdan rozi bo'lding. Razı oldum. Men har ta'tilda yezga kelib, yezining saf havosida nafaslanaman. Shunda qil qizim, saf havo tangi davo. Shundoq qilib, uning ta'til kunlari nihoyatda ma'nili o'tib
3 kız. Gülnar üzük taqaptı yaraştırıp quluğa, Gülpiyani chaqirib maqmaq bo'pti yo'liga. Gül qizmi ham güldek qiz, gullarga suv quyibdi, tugitibla ishini boqib olmoq bo'libdi. 3 qiz baqa beribdi, bog'da üzüm üzibdi, marvoyitdek faqirab üzümlarni bir-birlab leganlarga tizibdi. Kichik do'st, endi yangi bir do'stimiz bo'lgan J harfi bilan tanishib chiqsak qanday? Qiynamsa, menga egishib o'qinglar. Baş J. O'tra J. Ulanma J. Yalğız J. Ceren aka yetival oq tegido, Mecit juva kival zukam tegido. Anjir pishdi, kela, qani Nejat o'zing izla. Padişah toj kiyibdi xo'roz muham, oqibat shapoq kiyar, o'rin odam. Kichik do'stlar, endi tarkibida J harfi bor so'zlarni o'qish ham yozishni mashq qilib boqaylik. C A J Y Jay Jay C A J N Jam T A Ta J Taj B A Ba J Baj Niga jatni qo'ysak Nijat bo'ladi. Ne I Ni C A J Tejat Nijat Jürge Atni qo'ysak Jur'at bo'ladi. C Ü Jüre Jür A T At Jur'at Ani An C Ü Jüre Jür Ancur P I Pişi Piş T I T Pişti Ancur Pişti Mektibim anamga o'xshaysan ajab, ilimdin nur berding Sabidullahga, gullardek ichildik bo'p ijil inoq, tirishib guldasta tutimiz sana. Biz illiq bag'ringda o'simiz tuman, qo'rqmaymiz jafodan ertimiz uchun, tan bilan koinot sirini ichib, toj kiyib oldinga kelarimiz bir kun. Başçı Otraçı Ulanmaçı Yalğızçı Çay içimiz. Şah oynayınız meydanda, kiyip kışlık çapanlı, çanı ettik ayvanda. İşte kaycan kesel etti yavaş akni. Sonda amma keselmezsin tom tayakni. Kap küçüküm yanımda, nisran kılıç kolumda. Yılmavuzni öldürdüm, öyge kaytar yolumda. Çimengil sosu da eriktin. Eski çimiş düşüp gitti koludan. Batır kız kovlap yetti arkadan. Çeğa A'nı koysak ça buludu. Ç A ça. Çeğa U'nu koysak çu buludu. Ç U çu. Çu. Ç A ça ye çay. Ç I çi şe çiş. U C uç. Çağa
Nani qo'shsak, chana bo'ladi. Cha, ne, na, chana. Chiga nani qo'shsak, china bo'ladi. Chi, ne, na, china. Chaga panni qo'shsak, chapan bo'ladi. Cha, ne, pan, chapan. Chi, me, na, ne, nan, chiman. Cha, ye, chai. Ich, te, işte. Çimen, çay, işte. Ça, ne, na, çana. Sö, re, şereş, söreş. Çana, söreş. Lay, ballarım, çaşkançaklarım. Ey ballarım, çaşkançaklarım. Ben silahını oynatqılapırım. Hey ballarım, kelin la. Dada top ketdi. Kene ata. Mani ketdi. Ballarım, oyunumuz muşiye geçip olsun. Peki yapanlarının uyga apırdıgan nesi baydı? Silah bana yerden nişinla, bulamdı ballarım. Buldu dada. Dada astrak mutsuzca. İçmeyin la ballarım. Çapsam bombsak bombaydı o. Yaxşı dedi, yaxşı oldu. Çok. Hey ballarım, bu yak gelin la. Bana yerden düşüp bu çamurunu yoluş verin la. Çapsam bulun la. Ballarım, çanı tuşup gitti. Hem de bana mı? Buldu. Pek herif ketdi. Qanday oramayla olaylıca. Bombaydı o ballarım, iştirin la. Dadam nime degan rahimsiz. O da endi shundaq bo'lib qoladi. Kotulaşma la. Atalarının uyga kep kaldık. Vay ye. Pek herif ketdi. Shunchalik ishqimni herib ketdinglarmi? Bundan qiypila. Emgigimizning ajrini oldik mana. Ne oldu sizlerge? Oyunlardan turun la. Çimen, açığınızı bez verip, ben sizge çay koyup bırak. Gene çay içeceğim. Çamurlar sizge toza yıkıp ketmedi. Bu katimki soğuğamdan çok mu razı bulursunuz? O evde adam bağımıdı, uyumadı. Adam yokken yaxşı. Çaç, bu soğuğam onu çok mu yaraydı? Bu çiçekten çimenge ağaç baray. Çimen, qarana, ben sizge nimep geldim. Ha, bu qatim ko'nglimdagi sovg'a kelibsiz. Bek rozi bo'ldim. Men sizga bir sovg'a tayyorlab qo'ygandim. Kılıç, Buni sizga sovg'a qilib o'tay. eşkallah çimen. Ay. Baş xe. O'tira xe. O'lanni xe. Yolg'iz xe. Buvaning xorjinidan xorni chiqdi, xorizm yanchiqiga asta tiqdi. Ashxonada ash etar, opam bilan hadamlar. Yalab yurar tilini, qo'sqa ochib yig'amlar. Cho'qqanlar doq chiqadi asta. Keyin o'g'ri g'ojivoldi to'ydirmaylar.
Gür. Şamallar uçtu. Daraxt shoxlari usulga tushdi. Xat. Şax. Nahqa şanı qo'ysak naqsha bo'ladi. Naq. Sha. Naqsha. Xiga mirni qo'ysak ximir bo'ladi. Mir. Ximir. Xushqa xo'yni qo'ysak xushxo'y bo'ladi. Xush. Xushxo'y. Temid. Hamid. Neman. Xaman. Tab. Tabdi. Hamid Xaman tabdi. Önkürdeki Eyiqcaq. Eyiqcaq ailesidagilar bilan birga bir tog' önkürde yaşaydı ekan. Bir kuni Eyiqcaqning dadasi Eyiqcaqqa: "Endi sen cho'ngib qolding. Bu yil maktabga beraman. O'rganish qiladigan ayrim hujran bo'lmasa bo'lmas. Shunga biz o'rmonlikdan daraxt kesib kelib, kangri uy yasab, shu uyda turaylik" debdi. Bahar kelganda ular o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar biqsirib chichaklagan ekan. Buni ko'rib, Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga ko'zi qiymabdi. Yoz ketdi. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar bek baraqsan bo'lib ketgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga faqatli ko'zi qiymabdi. Kuz ketdi. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar mevalar pishib ketgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga zodili ko'zi qiymabdi. Qish ketdi. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtda nurg'un qushlar changga tizgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga yanali ko'zi qiymabdi. Oylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Eyiqcaqning qiyin sharoit ko'nib qolibdi. Eyiqcaqning dadasi Eyiqcaqning ko'nglidagini tushunib, davomli tog' önkürde yashab yeribdi. O'rmonlikdagi hayvonlar Eyiqcaqning ish izlaridan ta'sirlanib, ota-bola ishgaylanga dasta yog' gullarni taqdim qilishibdi va o'zaro yordam qilishadigan bo'libdi. Baş g'e. O'tira g'e. O'g'lanma g'e. Yalg'iz g'e. G'azg'a qildib tuxum tug'di, ajab yo'g'on. Kötüremeye qaqshab ketdi Ziviydihan. Yağmur yağdı, qar yağdı, şaqırab ketdi. Uyga kirdab onni lava qirab ketdi. Qopartiq ekel soqolni olay. Yo'lda ishitmamiş qandoqmi qilay? Ergaksan tezmong, bezirib turmay. Uy oldida bog' keynida toqqa chiqimiz, kiyvan oyoq. Bağ. Gar. Çiğ. Eğer G'zni qo'ysak, eg'iz bo'ladi. Eg'iz. Chamg'a g'urni qo'ysak, chamg'ur bo'ladi. Cham. G'ur. Chamg'ur.
G'unga channi qo'shsak g'unchan bo'ladi. G'i u g'uni g'un. Che a cha me chan. G'unchan. Yaga g'ashni qo'shsak yag'ach bo'ladi. Ye a ya. G'i a g'a che g'ach. Yag'ach. Urg'aq ay. Urg'aq ayim, urg'aq ay. Kelgin senda o'tiray. Chekimam bo'l mening. Kainatga yo'l alay. Urg'aq ayim, urg'aq ay. Sening bilan do'st bo'lay. Tezrak üzgün yiroqda, chaqirmoqda nurliq joy. Baş i. İkinci baş i. Otura i. İkinci otura i. Ayak i. İkinci ayak i. Ulanma i. Yalğız i. Tişlişipti, iki iş tüsünat talışıp, Bayram qıptı meşikler, çavak çelişip. pil üstüge çıkanmay, mulaqatdi Fatima, Yırtılğaşqa kengliki, yamap bədi ba ime. Hadam tikkichi, akam yazgıchi, singlim o'yinchi, men o'qig'ichi. atısı quduq qazdi, Balisi she'r yazdi. i, te, it, it. I, she, iş, iş. I, ga, şini koysak, işi buludu. I, she, işi, işi. Atqa, ni koysak, atni buludu. A, te, at. Ne, i, ni. Atni. Ağa tini qo'shib sini qo'shsak atisi bo'ladi. A t i t s i s atisi. Tepishmoq. Inoq bir oila kishilari bo'lib, har gilasga bek amroq ket. U bugunmi ishga minish oldida xotiniga "Xotin, menga gilas uzib bergina" deb turibdi. Xotini idishga suv quyayotgan bo'lsa-mu, erning ko'nglini deb gilas uzib beribdi. Er gilasni elib yo'lda yigak zavodga beribdi-kan, ishga kechikib qoldi va boshlig'idan tanqid anglabdi. Er ishlab etib, ish pushqida o'ylang'ach bir tepishmoq tuzibdi. U uyga kelganda heliqi tepishmoqni xotiniga aytib beribdi. İttiba müşkti yo'q. İki çaşqan tüşkti yo'q. İlmekti ba tüzdi yo'q. Tilimdi ba sözdi yo'q. Gilasdi ba amıtdi yo'q. Mecitdi ba mamıtdi yo'q. Xotini bu tepishmoqni topamay balasidan so'rabdi. Balımı tapamabdi. Qiziqarliq bo'g'ini keyin ermo uning javobini unutib qilib, hozirgacha ishga bormay o'ylanayotgan etmiş. Kichik do'st, siz uningga yordamlashib javobini tepishib bera olasiz. Baş e. İkinci baş e. Otura e. İkinci otura e. Ayak e. İkinci ayak e. Ulanma e. Yalğız e.
Sig'iz kampit yemayman, yesam atmay qo'ymayman. Dengiz bar, to'lqin bar, shahar bar, shovqin bar. Qo'sh eriqdan atladi meshk eyiq, cho'kib ketdi daryoga teshik qiyiq. Elif beni bilmeydim, ağır okup tügettim, bulup küçük muallim, balalarga öğrettim. E-T-İ-T, eti. E-Ş-İ-Şi, eşi. T-E-T-Ş-İ-Şi, teşi. T-E-T-Ş-İ-Şi, ne-i-ni, teşini. B-E-B-Ş-İ-Şi, ne-i-ni, beşini. Elif'te hakkında hikaye. Vah, nime degan güzel şehir bu. Shundoq. Oldumuzda kengri ketgan yoylaq bor ekan. Daryo? Qorg'ina bu Torun daryosi emasmi? Shundoq ekan, rostli shu daryo ekan. Mening bu daryoni o'z ko'zim bilan ko'rgim bor edi. Balki yaxshi bo'ldi. Ehtiyot qil, oldimizda egiz tog' cho'qqilari bor ekan. Bu qo'sh eriq qayaga tutishdigandi? Meningcha Zarafshon daryosiga tutishishi mumkin. Qorg'ina bu kengri ketgan etizlarga. Etiz bo'yidagi teraklar bu yurtni haqiqatan go'zal tusga kirgizibdi. Deniz, nima degan hayvatlik? İlyar, biz dakmi yuqorilab ketdik. Uning ustiga kash kirib ketdi. Qaytib ketaylik-chi. To'xtab tur, yana biroz ishkirlab kirib boqayli. Oldimizda bir qorong'ulik bor ekan. Kim o'tir? Bu yerda cho'qim bir hikmat bo'lsa kerak. Berib qarab boqaylik-chi. Hay, qarag'ana, ay ustida bir kichik parizod o'tirdi-ku. To'qildim, nima ish bu? Uni bilan paranglashib boqaylik-chi. Qo'lingdagi hikmatli kitobni ularga bergin. Ular bu kitob bilan dilni yuritib, koinotning sirini ochsin. Bergin. Do'stlar, elinglar, bu dilinglarni yorituvchi nurli chiroq. U sizlarga cheksiz baxt olib keladi. Beringlar, buni tezdan boshqalarga yetkazinglar. Xayr xo'sh. Sizlarga omad tilayman bolarim. Sizlarga baxtiyor bo'lsin. Rahmat sizga Parizod, biz cho'qim umidingizni oqlaymiz. Xo'sh, Parizod. Sağdaş, endi S harfi bilan tanışıp beqing. Baş S. O'tira S. Ulanma S. Yalğız S. Sodir polvon Samsiyat uyidan chiqib ketdi. Bilamsizlar nima deb yomonni teshib chiqdi? Tarixundan keltirilgan iz quyoshni qisib oldi. Quyosh hechnimani ko'ramligashga taqqa usib oldi. Tulki boyvachcha galostuk osdi. Timsoh apandi qo'zini ko'rib, hoppida qilib daryoga bosdi. Qo'limdagi dastdagi gilos, dedim o'zimga, asta qadam bos, taqda bar yo'lbos.
S'ga A'ni qo'shsak, sa bo'ladi. Se-a, sa. S'ga A'ni qo'shsak, sa bo'ladi. Se-a, sa. S'ga O'ni qo'shsak, so bo'ladi. Se-o, so. Se-a, sa, ni, san. Se-a, sa, ni, san. Se-o, so, te, sot. A'ga sanni qo'shsak, asan bo'ladi. A, se-a, sa, ni, san. Asan. Qochqullar. Ay, o'rningdan tura Samsoqjon, o'rningdan tura, tez bo'la. Nima? Ingaklaring qizirib, qash-ko'zlaring qap-qora bo'lib ketibdi-ku. Nim bo'ldim Samsoq aka? Nimasini deysan Samsoqjon? Odamlar meni tunurg'a solib pishirib, ichimni qaynatib, yuzlarim kuyib ketib tasliq qoldi. Ular texe onundan qanoatlanmay, birimizning ustiga birimizni tizib, atayanlik nashti uchun tayyorlab qo'ydi. Yana bu yerda sukut qilib o'tirdigan bo'lsak, ular meni yavitdi. Shundaqmi Samsoq aka? Undaqda qanday qilamiz? Qanday qiladi? Sen qarab turadigan bo'lsan, ular qiymikash bilan chanab, menani qitig'ini chiqarib o'tadi. Ondan qizilmush bilan aralashtirib, qizilga mayga tashlaydi. Aqo'tangning qanday bo'lganligini endi bilib yetgansan? Yo'q, yo'q. Menda qo'rqib ketyapman. Tezroq bir amal topsangchi Samsoq aka. Amal demsa, faqat bir amal bor. Qanday amal? Bu yerda darhol qochib ketish. Qanday qochimiz? Avval asta hoyliga chiqib qarab boqaylik. Egimiz ishlayotgan fursatdan foydalanib, shartli qochib ketamiz. Chaqaroq bo'l. Hali ulgurmay qolamiz bo'lmasa. Tez bo'l. Asta, astroq. U hozir nima ish qilyapti? U hozir sandiq yasayapti. Biz avval sandiq ustiga chiqib sinab boqaylik. Bizga diqqat qilamdi yo'q. Hay, Samsoqjon, sen kichikam chaqqan bo'lgandikan, avval sinab boq. Ma'qul. Mayli. U bizga diqqat qilmadi. Chaqqan qochib ketaylik. Oy! Azatlık'a eriştim. Biz erkinlikle çıktık. Samsoqjon, ehtiyot qil, arqaga yon, poyezd keldi. Voy xudoyim. Aldirab qo'shilmasligim kerak edi, Samsoqjon. Hey, ko'nglar ayrilganda eyakya, bo'lganda bo'ri deb to'g'ri aytibdi ekan. Rasululloh shundoq bo'ldi mana. Endi men yolg'iz nagimi boraman? Hey. Başı. Otraşı. Ulanmışı. Yalğız şey. Şam yaqıman keçide, şahta etken öyümde, şamal şamni püyledi, şam yeni verdi, vil vil vil. Hey balalar, işten kiyip oynanglar, qeyp yalang'och yursanglar, cho'quvalar silani, bir top kepsiz qushqashlar. Bir horun mundaq deydi, yoz bo'lsa, qish bo'lmasa, osh bo'lsa, ish bo'lmasa. Quyoshga tosh otsam, kechi bo'lib qoldi. Tosh tushib beshimni qonga bo'yaldi. She'ga ani qo'ysa, sha bo'ladi. She-a, sha. Sha. She'ga ani qo'ysa, sha bo'ladi. She-a, sha. Sha. She'ga o'ni qo'ysak, shu bo'ladi. She-o, shu. Shu. A-she, ash. Ash. Te-a-ta-she, tash. Tash. She-a-sha-re, shar. Shar. Sho'ga
tani qo'shsak, shota bo'ladi. She, o, shu, te, a, ta. Shota. Allay tabiat. Ey sizik sular, nega mangdinglar? Beliqlarni o'ynatqili, o'tcheplarni o'yg'atqili. To'g'laydi kichik. Ana de anini ko'rib katta aytilar. Quyosh chiqdi hujrasidan xo'roz chillab, to'g'u xinin bola baqar qurib ilg'ab. Shamol chiqar, shoxlar sunar, endi qushlar nega qo'nar. Kalım öğreydi, muzay doğraydı, qo'sh tortandoq deb asta so'raydi. Ak toshqinim dik sakraydi, nimini yeydi, texi bilmaydi. Yolg'iz de, o'g'lanmi de. Mağma desem anlamazsın gepimni. Desivet'te dinozavr depimni. Men çaydanını çaktım. Singlim o'rindiqni sindirdi. Ajab ish, biroq dadam kelib meni lug'urdi. Dağa ne qo'shilsa dan bo'ladi. De a da ne dan. Dağa he qo'shilsa dap bo'ladi. De a da pe dap. Doğa tar qo'shilsa dutar bo'ladi. De u du. Te a ta re tar. Dutar. Doğa ra qo'shilsa dora bo'ladi. De o du. Re a ra. Dora. Çayga dan qo'shilsa çaydan bo'ladi. Che a cha ye chay. De a da ne dan. Çaydan. Depga tar qo'shilsa daftar bo'ladi. De a da pe dap. Te a tar e tar. Daftar. De u du. Te a tar e tar. Dutar. De a da pe dap. Dap. Ne a na ge nag. Me i mi se i si. Nagmisi. Dutar dap nagmisi. Ayam gün. Doniyor, qarğını al Dilnorning uyiga. Shundoqkan, uning uyiga kirib heytlab chiqaylik. U uyda bormidi? Bugun heyt bo'lgandan keyin bordi. Avval kirib baqmamdi. Kim? Biz Doniyor, Do'ngu. Sizlar bidinglar, Doniyor qani kiringlar. Dilnor, oyiningga muborak bo'lsin. O'zinglardan bo'lsin. Bugun boshqa ishing yo'qdi? Yo'q, qina o'tiringlar. Qaranglar, bu do'pon chiroyliqmikan? Chiroyliqkan. Sana bek yorishibdi. Sizlar televizor ko'rgach o'tiringlar. Men o'xshitib bir taqsa qo'rini ko'rib chiqay. Undaqda tezroq bo'lg'in. Televizorni ichida. Qarg'ina bu mushuklar bek umoqkan. Mo'risiga so'mka esibapti. Oldirmig'i, kilayni dab qoldi. Aka, u yerda qo'rg'on asqan biri kelyapti-ku. Shunda o'maymiz-ki. Dilnor, qarg'ina hayvonot dunyosi berilyotdi.
Dinozavrmi beliq tutalaydi ekanda. Shundoq, dinozavr ham cho'ng ham og'ir bo'lg'achqa boshqa hayvonlarni tutolmay, beliq tutib yeb qo'zig'ini to'yg'izdi. Sen dinozavr to'g'riliq yana nimalarni bilasan? Dinozavrlar buningdan taxminan 230 million yil ilgari yashagan. Dinozavr haqida yana boshqa vaqtda so'zlab beray. Bugun ayam kuni bo'lgandan keyin bir faoliyat o'tkazsak qandoq? Shundoq qilandiq to'lqin. Shundoq qilayli Dildor. Uyingda dab tutar bor emasmi? Ikkimiz dab tutar nag'misi o'rindab berayli. Sen rosa kelishtirib usul o'ynab bergin bo'lamdi. Ma'qul, men dab tutarni ep chiqay. Daniel, biz endi qo'ysaqmikin? Heytlaydigan boshqa saboqdoshlarimiz bor emasmi? Shundoq qilayli. Yillar birga heytlandik. Bo'ladi. Eydi cho'nglar bo'lgandan keyin borsam baray. Qiynalsa yuringlar. Assalom kichik do'stlar. Harflar tartibi bo'yicha sanaganda 5-o'rinda turadigan Re oilasi sizni kutib turib etibdi. Undaqda boshlandik. Yalg'iz Re. Ulanma Re. Ravabimning tarisini cho'qib oldi to'michuq. Ravab bilan bir qo'ysam, ravab bo'ldi to'tpuchuq. Shir kirpiga etildi, kirpishirg'i sanchildi. Re harfining boshqa harflarga qanday qo'shildiganligiga qarab boqaylik. Re'ga a'ni qo'shsak ra bo'ladi. Re'a ra. Re'ga a'ni qo'shsak ra bo'ladi. Re'a ra. A re ar. Te a ta re tar. Ağa ra'ni qo'shsak ara bo'ladi. A re ara ara. Ağa narni qo'shsak anar bo'ladi. A ne anare nar anar. Burkutning rasm sizishi. Burkutning rasm kursiga qatnashayotganiga xeyli kunlar bo'lgan ekan. U rasm sizishni bakda yaxshi ko'rdi ekan. U dars oraliqida raketa, ravaq qatorliqlarning rasmini sizib bo'lgandan keyin yana nima sizishni zodli bilamabdi. Bir kuni o'rmonlikqa berib sizadigan obyekt topolmay xiyol surib o'ltirsa, o'rmon ichidan bir sher chiqib kelib, bir Qur'on tosh ustiga chiqib uxlab qoldi. Fursatni g'animat bilgan Burkut darhol sherning uxlab yotgan qiyofatini sizishga boshlabdi. Rasmni sizib bo'lay deganda havo shaharida o'ltirib sayr qilayotgan ikki o'quvchi bu yerdan o'tib qoldi. Ular Burkutning rasm sizalaydiganligiga hayron qilib, uning rasm sizishini aniqroq ko'rish uchun pasligan ekan. Sher uyg'onib ketibdi-da, g'alita havo shaharini ko'rib badar qechibdi. Burkut rasmni bitiranmaganiga afsuslanib, "Sher aka, to'xta! Men texi rasmni sizib bo'lmadim" deb Sherning kaynidan qoldi. Sher havo shaharidan bakli qo'rqib ketganlikdan udulidagi yo'g'on bir daraxtga jong'ida usib yiqilibdi. Tishlari mo sunib ketibdi. Shundan keyin Sher hargiz sirtda uxlab qolmaydigan bo'ldi. Burkut bo'lsa, ta hozirgacha chal rasmni bitirib olish uchun heliqi Qur'on toshning yanida Sher qachon kelib tosh ustida uxlaydi ekan deb uni saqlab, qalamini siyog'iga chilab, engakini yo'lab o'ltiramish. Assalom kichik do'st. Siz endi Z harfining har xil shakli, so'zlardagi o'rni va boshqa harflar bilan qanday qo'shilganligini yaxshi bilib oling. Yalg'iz Z. Ulanma Z.
Zirabijan egiz bo'g'ash osmonga beqib, tushib ketdi bir o'rakka, göppedi qilib. Ana qara bayag'anda tuga izi, tegidiki sahib jamol Uyg'ur qizi. Ziga ani qo'ysa za bo'ladi. Za. Ziga ani qo'ysa za bo'ladi. Za. Az. Az. Ağa zatni qo'ysak azat bo'ladi. Azat. Erga zanni qo'ysak erzan bo'ladi. Erzan. İki dost. Burunqi zamonda yap-yeshil o'tchib, büyük baraqsan dəldiraq və xushbaraq güllər bilan to'lgan bir joy bor ekan. Atrofdan olqonchilik qumluq yoki toshliq topqili bo'lmaydi ekan. Hayvonlar bu joyni jannat makoni deb atashir ekan. Zirabijan bilan Yilpizaxun ashu sehi tabiatning qo'ynida g'amsiz xo'shal-xuram yashab kelayotgan yaqin do'stlar ekan. Bir kun ular odati bo'yicha dala sayrisiga chiqibdi. Ular o'zlarining uyi, bolalari va ularning kelgusi to'g'risida paranglashib ketib, hech qachon uchratmagan bir qo'rqinchli manzilga duch keldi. Ular qarg'udak bo'lsa, atrofdagi dal-daraxtlar kesilgan, o't-cho'plar chaylangan ekan. Buni zodi kim qilgandi? Debdi Zirabijan ochiqini zo'rg'i besib. Bu heliqi odam deb atiladigan maxluqlarning qilgan ishi bo'lsa kerak. Qarg'ana bu izlarga shularni kerak qiladi. Debdi Yilpizaxun yiroqqa so'zilgan odam izlarini ko'rsatdi. Biz bu mush iz bo'ylab yana boqaylik. Balkim odamlarning shuncha ko'p daraxtni zodi nimaga ishlatganligini bilib olamiz. Debdi Zirabijan. Ular odamlarning izini bo'ylab yurib ketibdi. Yo'lda ularga uzilib ketgan bir zanjir uchrabdi. Bu zanjirni cho'qim daraxt kesganlar tushirib qo'ygan gap. Debdi Yilpizaxun tishlarini o'chirildi. Ular meni berib cho'ng bir zavodning oldiga kelib qoldi. Yilqi iz udulmush zavodga kirib ketgan ekan. Yilpizaxun o'zini tuta olmay Zirabijanga: Do'stim, meni o'sha yerda saqlab turgin. Men zavodga kirib, haqiqiy ahvolni o'qib boqay. Hayal qilmay chiqaman. Tasodifiy chiqamay qolsam, udul berib o'rmon podshohiga xabar qilaman. Agar o'lib ketsam, bolalarimga qarab qo'yasan. Debdi Isada. Undaqda men jenim do'stim, sen cho'qim qaytib chiqa olaysan. Debdi Zirabijan ko'ngli g'amgin holda. Shunda qilib Yilpizaxun zavodga kirib ketibdi. Zirabijan uni saqlab turibdi. Bir chaqda Yilpizaxun taxtaydan birini tishlagan holda zavoddan chiqib ketdi. Ikki do'st sog'-salomat ko'rishib ahvollashibdi. Aslida odamlar daraxtlarni kesib akilib, bu zavodda zinnat taxtiyi va boshqa turmush lozimatlarini yasaydi ekan. Ular haqiqiy ahvolni bilgandan keyin bu ishni o'rmon podshohiga xabar qilishga yopdi va barliq hayvonlarni to'plab o'rmonni jon tikib qo'g'dashni ko'ngliga bukibdi. Yalg'izji ulanni-ji Haman tepimiz pish-pish issiqda. So'g'ib sakraymiz ishtiga sila. Abdushukur akamdek bo'lish uchun bokschi. Men burjina tatman. Volattin deb yozg'uchi, doim jurnal o'qiydi, kichik odam yasiman. G'e ag'a je g'aj g'aj G'e ugu je g'uj g'uj g'aj g'uj Purg'a jini qo'shib andin nani qo'shsak purjina bo'ladi. P u pure pur j i ji ne ana purjina
pağa rijni qo'shsa Parij bo'ladi. P-A-Pa R-I-R-J-Rij Parij. Bujg'a g'unni qo'shsak bujg'un bo'ladi. B-U-B-J buj G-U-G-N-G'un bujg'un. H-A-Ha D-A-Dan B-Dan Hadan P-A-Pa R-I-R-J-Rij D-A-Da Parijda O Q-U-Q V-A-Va T-I-T D-U-Du o'qivatadi. Hadan Parijda o'qivatadi. Tabiatga tizsizmi? Uzun quyruq Parij maymuni tushqan bilan do'st bo'libdi. Yolg'iz qilib tiyin bechora, yuraklari pijildab qapti. Uzuq izlab Xo'roz apandi yer yuziga chirtyoy sizibdi. Daryodagi injener o'rdak haqildag'ach plan tuzibdi. Jurnal o'qib shoir bo'g'ash to'z, quyruqimi asar bo'lib qapti. O'qiyolmay tabiat uni janrini bizdan so'rabdi. Yolg'iz V Ulanma V So'qdim tavuzni velosiped minib. Qochdim vingildab, yuragim selib. Sebep qilsang suratda su to'xtaydi albatta. V'ga A qo'shilsa va bo'ladi. V A va V'ga A qo'shilsa va bo'ladi. V A va V'ga da qo'shilsa va'da bo'ladi. V A va D A da va'da. Va'ga za qo'shilsa vaza bo'ladi. V A va Z A za vaza. Harga va qo'shilsa harva bo'ladi. H A ha re har V A va harva. Naga vat qo'shilsa navat bo'ladi. Ne a na V A va tevat navat. Taga vuz qo'shilsa tavuz bo'ladi. T A ta V O U Z vuz tavuz. O'rin Birodar, ismingiz nima? Varis. Nimaga varislik qilyapsiz? Mushundaq aramag'li bo'lgan hikoyalarga. Hol ahvolingiz qandaroq? Yomon emas. Topsam yeyman. Topolmasam qanot qilib yurmayman shu. Amisi siz shahrimizning itlariga o'xshab qolibsiz. Ha? Baş he ulanma he Pari choqdi Hasanni, ishib chiqdi yuzlari. Hepib chiqdi Hasanni,
Qargı bo'ldi kezdiring. Dadam dixon ya deriydi, men agashkuchi. Ani qarang, etizliqda ketmanning kuchi. Haga shim qo'shilsa, hashim bo'ladi. He a ha shi i shi me shim hashim. Huga run qo'shilsa, o'run bo'ladi. He u hu re oru ne run hurun. Mehqa man qo'shilsa, mehmon bo'ladi. Me e me he meh me a ma ne man mehmon. Bağa har qo'shilsa, bahar bo'ladi. Be a ba he a ha re har bahar. Mehqa nat qo'shilsa, mehnat bo'ladi. Me e me he meh ne ana tenat mehnat. He a ha se a sa ne san hasan. He ü hü se a sa ne san hüsan. He a ha re a ra hara. Ta re te tar te iti tarti. Hasan hüsan hara tarti. Qo'shkezakning bir kuni. Bizda mundaq bir maqol bor. Ajr qilsang mehnat topasan. Balalar, ishchan, chidamli bo'linglar. Hargiz o'rin bo'lib qolmanglar, harakatda barkat. Bu jafo chekmay halovat ko'ngil bo'lmaydiganligini bildirdi. Doda, nasihatingizni cho'qib esimizda saqlaymiz. Doda, u yerga qachon yetib bormiz? Hozirla. Balalar, tez ishlanglar. Yana texe bu yog'ochlarni uyga olib boradigan gap. Cho'qib bo'la, aka, men de yurib ketdim. Men bugun bolalar bilan daryo bo'yida o'ynamoqchi edim. Hey, bu balniza, qachonmi gapinglar? Balalar, uyga borgandan keyin ozroq damayli bilib, hisobdan bergan topshiriqlarni ishlayinglar. Yog'ochlarni kechda uyga kelib olamiz. Bo'ladi, doda. Oy, o'ynab oladigan bo'ldim. Qani, ağaç o'ltiringlar. Hanifa, ağaç o'ltiring. Doda, siz uyga kirsizlar, uyda mehmon bor. Har as Hasan bilan Husan ko'rinmaydi-ku. Ular qiladigan ozroq ish bor edi. Hasan bilan Husan har tatib yurib ketdi. Ular birdan aram elib olsin. Halqonga tushib qolay debdi. O'ngshi bilinglar. Abba! Abba! Hajja qoldi! Her bacayla oynamasan bo'lmamdi. Qayerda o'ynaganding? Qo'yilda o'ynayotdim. Bilmay qopdim men. O yerda har o'zi borgan birdan dilim meni qarshib oldi. Har chaqqa yalvanga men ham surib qo'yay. 1-2 kunda o'ngshilib qolasan. Bundan keyin har bajayga hargiz borma. Har qanday ishda akangdan o'rgangina bo'lam. Başmi Otrami Oğlanlı mı? Yalğız mı? Mahmut bilen Mehmet'nin maşinesi soquştu. Sakrab tushib ikki do'st bolalarini bo'g'ishdi. Altın balam, imizgi el, baqaysini ishdan kelsan. Müşik muallim, siz maqtaransin, modul toshqanlar o'tirmoqda jin. Çekildi tuxum ko'rindi baş, do'st bo'layli chek chija atash. Mega A'ni qo'ysa ma bo'ladi. Me a ma. Mega A'ni qo'ysa ma bo'ladi. Me a ma. Maga She'ni qo'ysa mash bo'ladi. Me a ma she mash. Me a ma she mash.
Meş. Ne ana menen nen. Te a ta me tam tam. Asqa manni qo'shsak osmon bo'ladi. A se as. Me a ma ne man osmon. İğa nimni qo'shsak inim bo'ladi. I ne ini menin inin. Me ama ne ana mana me ama she ishi ne ana maşina mana maşina. Hakavur maymun. Almış kaka, biz hadi kaçan kaçamağımız. Aldırmagan, diqqat ikkilayda qaldık. Aka, o yerda qo'ral asqan birisi kelyapti. Shundaq, o maymun ekan. Ha, o maymun saqchi bo'lsa kerak. Doktor qadni qaraganda o bek hakavur qiladi. O haqiqatan bak surdik ekan. Agar uni qishig'i bassaq. Avval berib baqaylik-chi. Hey, maymun aka, yaxshi turdingizmi? Ha, Mishkjan, bu yerda nimaga gangirab yurasizlar? Nima bo'lmoqchi? Biz o'rmonga berib sayohat qilgach, rasmsiz kemakchi edik. Ha, shundaqmi? Men o'rmonga berib, o'g'lab kelay deyapman. Ha, o'rmon bilan bu yerning orlig'i aran 3 kilometr keladi. Men bilan birga beringlar. Ha, rasa bir o'ynatib ko'zinglarni echib qo'yay. Ha, qaranglar indirib, mashinamga kelib qoldi. Ay, nega borsizlar? Tog'a, bizni o'rmonlikda tushirib qo'ying. Bo'pti, chiqinglar. Bu ichki shumtakni agashtirib olgan nemisi? Ular bizni birga ag'ash basingiz deb turib oldi. Shunga bu cho'ki mushuklarni agashtirib oldim. Hech bo'lmasa ularni yuk taqdirimni ko'prikka salaman. Hey, tezroq bo'lmam sen xo'jakonni bek saqlab etdim. Mana, tugayli deb qoldi. Siz bo'ldim. Qarab beqinglar maymun aka. Nimada qamlashma qaraysin bu? Seni mo'ra hisob degani bo'lamdi, ha? Bo'ldi. Yuringlar, men sizlarga karomatimni bir ko'rsatib qo'yay. Bu simni e'lonlar, bir uchini ahodirakka, bir uchini mahodirakka chim bog'langlar. Egiz bog'langlar, egiz. Ha, bo'ldimi? Bu yoqqa o'tib qarab beqinglar-chi. Vah, nima karomat bu? Bek yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Uning haqiqatan karomati bor ekan, shundaqmi Mishk aka? Ha. Qarg'ama, omonliqni bek yaxshi atadi ekan. Qarg'ama? Qanday? Bu o'yin qiziqarliqmikan? Aka, bizni o'ynab boqaylik-chi. Hey, bo'ldi qilinglar. Sizlar nima deb beradinglar, ha? Ha, sizlar avval to'shiklardan chashqan barlashni yuringlar. Sim ustida o'ynaymiz dexe. Ha, qaranglar. Ahu bir kunning bo'yinda qimmat baliq marjon turdi. Men hozirda uni etib tushirib, bo'yindagi marjonni elab olay. Ha, bu fursatni foydalanib, miltiq etish mahoratini bir ko'ringlar, ha? Maymun aka, undaq qilma. Maymun aka, undaq qilma. Uni afsus bo'lmaydi. Bu qo'rqinchaq mushuklar. Hay, maymun aka, to'xtab turing, oldimizga qarang. Endi turishni bo'ldim. Maymun aka, Ina, bo'ldi, yig'lama. O'ylabdi. Maqtanchoqlar, akavurlikning oqibati mana shunday bo'ladi. Bundan bilib oldimki, boshqalarga qo'lingdan kelishicha yaxshilik qil, hargiz yomonlik qilma. Mishk aka, uning rasmi biz uchun yo'ldama bo'lib qoldi. Hay, bechora. Yura inim, biz mu qaytib ketaylik. Boshqi. O'tiraqi. Ulanniqi. Yolg'izqi. Qosimdagi qoshdeshi, Qaysardagi boshqunoq. Boshqunoqni Qaysar yeb, Qosim yurar oshqursa. Qo'shqar dedi chashqanға, Yo'lni bo'shat okonga. chashqan dedi qo'shqarға. Tazim qilgin buvanga. Daryodan o'tmak bo'lib qayri eyiq, chiqqan edi cho'kib ketdi ko'ni qiyiq.
Qo'limdagi urtoqmaq, bo'ynimdagi to'n qapoqqa suv oldim. Borar yerim dak uzoq. Qağa reni qo'ysa qar bo'ladi. Qari qar qar. Qağa qeni qo'ysa qaq bo'ladi. qa qa. Qo'ga yeni qo'ysa qo'y bo'ladi. qo'y qo'y. Qarga maqni qo'ysa qarmaq bo'ladi. qari qar. maq qarmaq. Qayga chani qo'ysa qaycha bo'ladi. qay. cha qaycha. qo yum qo'yum. qo qenak qo'nak. ya qo'yum qo'nak ya. qa mesim qasın. ti ri shi peşip tırışıp. oku qasın tırışıp oku. Qabil qaytib keldi. Qabilga xo'sh, vaqting yetsa bu taraflarga kelib turasan-a? Bo'ladi ukam. Sen vaqting yetsa biz taraflarga borasan. Qarg'ana o'g'lim, dadan kelyapti. Yaxshi bo'ldi. Men dadamni bek yig'ingandim. Yura, dadangni qarshi olaylik. Ma'qul oppa. O'g'lim Qasim, av qarmoqni apagina. Yaxshi turdingizmi qadrinsa? Sen bu yaxshi turdingmi o'g'lim? Yuring Qabil, uyga kirib paranglashaylik. Yuring. Qabil, qaymoqlarni ye. O'g'lim, ala, senni ko'proq ye. Men maktabga mong'ay, darsdan tushib qaytib kelaman. O'g'lim, yaxshi o'qib, yaramli odam bo'l. Dada, men cho'qim umidimni oqlayman. Xo'sh, men ketdim. Qadrinsa, qo'ylar ma'rifatida, qo'ylarga bir narsa berib kelay. Siz o'ltirib turing, men chiqib kiray. Qo'ydirim, qo'naq yanglar. Yeme, kıyır kağa, yeme. Biçir, bol soqışmaqla, öygisi geldi, men sana çık haber verdim, tez kaçınla. O ölgür çaşkan, seni hazır öldürmüşsen. Kadirisi var, kısmaklayıp çıkın ara. Konaklı çaşkanla yap tügü deyip Mana, qayaga qo'yaman. Törükle uduldu qo'ying. Endi qanday qilsan ekan? Bir ko'rib boqay. Biçir, adem yokken. Fırsat ganimet, kızığımı rasabı kaygısı olay. Bu neydi o? Aval bir sınıf bakaycım. Vaycam! Qanday ölgür çaşkan? Endi o konaklı toygan sen, Qabildan ana shundaq jazamlaysan. Baş fe. Otura fe. Ulanma fe.
yalğız fe. Fırqat bilan Nafisa mikrofonni talashdi. Sunib ketib mikrofon ular qattiq mushtlashdi. Telefon geldi. Ciring. Assalom deb asta elang. Sen oynaysan golf top, men otaman miltiqni. Maymoq ketib bir poy oq, o'rivatdi qitiqni. Fotograf bo'g'in desam balamga, apparatni esib qo'ydi kalamga. Foga to qo'shilsa foto bo'ladi. Fe o fo, te o to, foto. Fonga tan qo'shilsa fontan bo'ladi. Fe o fo ne fon, te a ta ne tan, fontan. Nega fit qo'shilsa nefet bo'ladi. Ne e ne, fe i fi te fit, nefit. Afqa ri qo'shilib andin qa qo'shilsa Afrika bo'ladi. A fe af, re i ri, qe a qa, Afrika. Ayga sa qo'shilib andin yuf qo'shilsa aysa yuf bo'ladi. A ye ay, se a sa, ye u yu fe yuf, aysa yuf. Nafisaning o'yinchiqlari. Sakrab ketdi foto apparat. Men hammangdan esil narsa deb telefon va mikrofonning xulqiga yoqmadi bu gap. Kapşimig'in yolg'on apparat, quruq tama shuhratni ko'zlab, ko'midingmi igimiz bizga sirlarini berdi so'zlab. Bu gaplarni anglab Nafisa tashlavatdi ularni sirtqa. Shundoq bular bir uyda turib, ijil inoq ham qon bo'lmasa. Başle, oturale, ulanmale, yalğızle, Baqqa kirib olmaysan, qurut chiqdi. Yermini yeb saptiman, burut chiqdi. Elim kelib hal etmoqda, bir tarafdan gal baqmoqda. Til balası disko oynab qonmaydi, ammo ana yog'och to'shib hormaydi. Bu ishtinaga dazmal saldi, ishtini kuyib ketib dard qoldi. Ağa le qo'shilsa al bo'ladi. A le al. Alga ma qo'shilsa alma bo'ladi. A le al. Me ama alma. Yoqqa lık qo'shilsa yağlık bo'ladi. Ye a yağ e yağ, le ili qeliq, yağlık. Laga chin qo'shilsa lachin bo'ladi. Le a la, che i chi ne chin, lachin. Le a la, te i ti, pe a pa, la ti pa, che a cha te chat, a le al. Te i ti,
L I li, M I mi, B I bi, L I li, D U du, bilidu. Latife chet el tilini bilidu. Kelishmaslik. Alim, leglek yasayalaydi ekansan-da. Shundoq. Lola, sana leglekdan birini yasab beray. Shilimni elibda. Asta, qo'limga to'kilib ketdi. Ay, kechirgin, men surtib qo'yay. Bo'ldi, rahmat, o'zim surtay. Mana amsa. Alim, uyingning atrofidagi olma chilan daraxtlari shundoq yaxshi mevalabdi. Shundoq, dadam mevelik daraxt yetishtirishga bakla ahamiyat berdi. Leglekni yana qanchalik vaqt yasab bo'lasan? Yasab bo'ldim, Lola. Yura, leglekning karomatini ko'rib boqaylik. Alim, tezroq yugurgina. Kucha, egiz ush leglekim, egiz ush. Mahorating haqiqatan yuqori ekan. Bu leglekdan egiz ushdi. Bu nima? Lochin emasmi? Leglek bilan basishyaptamda nima? Nemish bu? Lochin ajab bayimilik saylab ketdi-ku. Bolalarga bir xavf yetmagaydi. Undoq bo'lib ketmas. Bu atrofda yovvoyi hayvonlarmi yo'q? Ne bo'ldi bolam? Bir obdan o'ynayotganlar-ku. Chataq bo'pti. Chaqqan bo'l. Ediz 5dagi zambil bilan do'ngini tez epgan. Lolani tezdan doktorxonaga olib boraylik. Lola, ko'zimni och. Sen cho'qim yaxshi bo'lib ketsan. Bolam, bundan keyin etizatda o'ynamanglar. Etizatda o'ynasanglar, ziroatlarni ziyonga uchirtsizlar. Ham o'zingizga ham xavf yetishi mumkin. Başki. Oturaki. Ulanmaki. Yalğız ki. Kalı kavani yevetti. Kamil kalını heydivetti. Şepke kiygen Mahmut Bay, telpek kiygen Davut Bay. Әпкешті сот тошы алмай, етівапты Сауыт Bay. Keklikede neygi mağdınız? Kiyi hocamның toyıға. Toyla acep kızımakta, nağır sunay yanırmakta. Bilikim bilek, kötürüdür çilek. Yıkıttı meni bir tal toң tizek. Keli kel. Közi köz. Keti ket. Meni men. Ketmen. Keti ket. Meni men. Ketmen. Mekke. Tep qo'shilsa maktab bo'ladi. Mek. Tep maktab. Ikki. Ki qo'shilsa ikki bo'ladi. Ik. Iki. Öge. Rök qo'shilsa o'rik bo'ladi. Örük.
Örük. K-A-K. Me-A-Ma-Le-Mal. Kamal. Me-E-Me. Kemek. T-E-T-P-Tep. K-E-K. K-E-K. T-I-T. V-A-Va. T-I-T. D-U-Du. Ketivatıdu. Kamal mektepke ketivatıdu. Əcrinin tigi altın. Opa, men mektepke maldım. Somkanğa kompüter ve başka yemekliklerini sep koydum. Bana çilekni ep çıkıp bergin. Kavlanın düğünü soğuk yiyip. Mektepten baldıra qaytıp kelgin ha? Opa, karotumni ratlik yığıştırıp ettim. Endi malmasam kechikip qalıman. Otam, oğlumuz kim? Köymedilim o. Ani qarısılar o mektepke ketdi. Burunroq kelishni aytdingizmi? Bu maktabdan kelsa, ketmanni ilib orqa yo'lga chiqsin. Heliqi qurib qolgan ko'takni ko'lab chiqarib, o'tin qilib o'taydi. Bo'ladi, yursilar birdam aram elib andin chiqsilar. O Kamal emasmi? Ha, shukan. Uni toza bir adablab qo'ymaymizmi? To'xtab turishing, xapsanlarni men aldadim, nima gunoh qildim? Ha, nima gaping bor? Sen darsda yaxshi bo'lganing bilan bizni nima qilan aytding? Mana misan? Neymiş qorusizlar? Mana endi bo'ldimi? Mushtindek turib qara buning gapini. Uni qattiq qo'ra. Ana do'ppangni. Aqlan bo'lsa bundan keyin darslarda oldimizga o'tib ketmoqchi bo'lma. Men texmi tirishib, senlarga o'zimni bir ko'zitib qo'ymusam. Kamal tex hech qaytib kelmaydi. Men ansirab qoldim. Opa, men qaytib keldim. Ha, hani bo'lsa qaytib kelsan, sendan ansirab turgandim. Balam, sana nima bo'ldi? Sen azaldan birasi bilan so'qishib qolmayding. Kim bilan so'qishding? Kim seni mushunda qattiq urdi? Yo'q, opa, men urushmadim. Undaqda yuzing ko'k, do'ppan qon turdi-ku. Bugun maktabda futbol o'ynagan edik. Ehtiyotsizlikdan yiqilib ketdim. Undaq emas-ku. Ras gapdim. Sana zaten nima bo'ldi? Agar birasi buzaq qilgan bo'lsa, bugundan boshlab maktabga bormay, yenimizda turgan. Men burunmi sana degan, biz degan dehqonda. Dada, siz undaq demang. Dehqonning bolasi nimishqa oliy maktabga bora olmaydi ekan. Hozir kim yaxshi o'qisa shu bora oladi. Menga ishining dada. Dada, bugungi darslarimni takror qilib olay, ha? Ma'qul bo'lam. Sen bek yaxshi jumu dada. Hey Kamal, bu yoqqa kelgina. Yaxshimisiz muallim? Yaxshimisan Kamal? Men sana bir xush xabarni yetkazay. Sen bizning maktab bo'yicha birinchi bo'lib imtihondan o'tibsan. Seni tabriklayman. Darhol uyingga qaytib o'qishga minishga tayyorlik qil. Bu rasmi muallim. Mening oliy maktabga o'tishim uchun siz ko'p ajr singdirdingiz. Menga o'z bolangizga kuyinganda kuyindingiz. Men buni esimdan chiqolmayman muallim. Rahmat sizga. Savoqdoshlarim, sizlarni tirishib yaxshi o'qinglar. Sizlarning bu imtihondan o'tib o'qishga berishinglarni umid qilaman. Muallim, men bu xush xabarni uydagilarga yetkazay. Sizni keyin yo'qlab kelman. Bag'im Kamal, uyingdagilarga mendan salom aytqin. Bek yaxshi bo'ldi. Opam bilan dadam bu xabarni olsa qanchalik xush bo'lib ketadi? Opa, dada, men keldim. Dada, men imtihondan o'tibdiman. Shundaqmi? Muborak bo'lsin bolam. Meni kechirgin. Men seni o'qishdan bir necha qatim to'sibdiman. Bu qizg'inim uchun oldinda to'liq xijilman. Undaq demang dada. Siz meni o'qitish jarayonida ko'p jafolarni topdingiz. Men o'qishdan kelguncha yana nurg'un jafolarni tortibsiz. Men texmi tirishib o'qib, ajringizga javob qaytaraman. Rahmat o'g'lim. Başki. Otragi. Ulanmagi.
Yalğız ye. Uçar gülem üstüde o'ltirg'ini gulginam. Uchib ketdi yiroqqa, saqlab qoldi apchilam. Bizning boqa mingizida ilib atdi balamni. Achchig'imda palti bilan chanib atdim boqamni. Men tush ko'rdim beg bo'lib, Men tush ko'rdim shoh bo'lib. qaysimiz cho'ng ay buva deb begina o'ltirib. Kelib etib maktabdan Gulnar bilan Gulmira. Debdi qizil chiroqqa, bizga tezroq yo'l bera. Debdi qizil chiroqni. Vaqtim to'g'risi o'chiman. Yeshil chiroq yong'anda ondan o'tgan pam bilan Ma'qul bo'lib ishki qiz sog'-salomat qaytibdi. Balam kelsa yeydi deb ana go'shton etibdi. Atsi tong otqanda ko'rishibdi ishki qiz. Ona maktab oldidan gul uzibdi gul qiz. Gulnar bilan Gulmira anga berib tarbiya. Debdi ist gul qiz yaxshi balo edimiz. Gul o'zisiz nima deb qizarmamdi yuzimiz. Buni anglab gul qiz xatoligini tunibdi. Shundan keyin uchaylan ayrilmasqa do'st bo'pti. Başni. O'tirangi. Ulanni. Yalg'izmi. Yanaq tərdi balala, yanaq toşar dadala, sağızı selib əkeldi, ah kuyumcan anala. Yığnağıç, mana yığna əkəb bər. Ondaq bolsa qolumğa bir cüp bələk tikib bər. Təqside töt dalğasın, birisini yiyen qaysın. Men yemedim. Men mi yemedim? Çişte bir qazan, astıda sazan. Bəsidi onu bir uçum saran. Yağa maq qoşulsa yanaq buludu. Ye aya, ne ağa qıyaq, yanaq. Yeğa ne qoşulsa yeni buludu. Ye ne ini, yeni. Sanga za qoşulsa
Sangza buludu. Z-A-S-A-Ng-Sang. Z-A-Z-A. Sangza. Gaga. Zang koşulsa. Gazang buludu. G-A-Ga. Z-A-Z-A-Ng-Zang. Gazang. A. L-I-L-M-Lin. Alin. B-O-B-L-Bul. S-A-S-A-Ng-Sang. Bulsang. A. L-E-L-M-Lem. Alem. S-E-S. N-I-N-N-Ning. K-I-Ki. Seninki. Alim bulsang alem seninki. Bugün zada qandaq gün? Ana üstel üstüde yana xalsın sangzıla. Anasının üyiga katta texi balala. Hamma ajab shadxo'ram deydi yanglar elinglar. Mungdashmoqda hujrada omoqlar sininglar. Hey balalar. Dasturxonga kelinglar. Bugun zodi qandaq kun? Obdan o'ylab tepinglar. İlifbani tügettim. Men tirishib oxiri ilifbani tugatdim. Texi kichik singlimga harflarni o'rgatdim. O'qib bersam hikoya maqtab ketdi dadammi? İradalik bo'ling deb suyib qo'ydi anammi? İlifbani tügettim. Yoritdi o dilimni. İzdinimen bir ömür suyib ana tilimni.
güzel anlatıda Azade hemraban sütü şeyli A, B, B, D, C, C, H D, R, Z, J, Z, Ş, H, F H, K, G, N, L, M, N, H O, U, Ö, Ü, V, E, İ, Y 8 bozuk kavuş 20 düzük kavuş Kolimu güzel anlatayım Ottan ügen tulup bir Yıllar elipten geleyim Anadolu'da geleyim Keçilik hemeler Anadolu'da Azade hemraban